Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga notebook dunyosidagi 200 dollargacha bo'lgan notebooklarni ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har bir notebookdan keyin narxini aytib o'tamiz. Bu hozirgi ko'rsatadigan notebooklarimiz hammasining garantiyasi bor 3 oylik. O'zbekiston bo'ylab bepul dostavkasi ham bor. Bemalol o'zingizlar notebooklar bo'lsa, olib kelib bizga sotib, o'rniga bizdan boshqa notebook olib ketsanglar ham bo'ladi. Shunaqa barter xizmatlarimiz ham bor. Zabi bo'l tezroq bo'l. 200 dollarlik hamma notebook tezroq qo'yib yuborishimiz kerak. Odamlar kutishyapti. Birinchi notebookimiz. Birinchi notebookimiz Acer notebooki. Notebookimiz holati yaxshi holatda, chiroyli holatda. Mana singan chiqqan joylari yo'q. Endi bari ishlatilgan notebook, ozgina qirilgan, chizilgan joylari bo'ladi. Notebookimiz 15 dyum ekran, klaviaturasi podsvetkali emas, lekin normal holatda, Celeron protsessor. 8 GB mana yozilgan joyini ko'rib oling. Bir soniya mana. Yozganmiz hammasini, bir qator notebooklarimiz hammasi yozilgan. 8 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira, 500 GB HDD xotiraga ega bo'lgan notebook. Notebookimiz narxini 120 dollar qilib beramiz. Xo'p, keyingisini nomeri 855-raqamdagi notebook. Acer Aspire 3 modeli. 180 gradus ochiladi, 15.6 dyum ekran. Bu notebookimiz ham normal holatda qirilgan, chizilgan joylari bo'ladi baribir, lekin singan chiqqan joylari yo'q. Unaqa seryozni ayblari yo'q bo'lgan notebook. Notebookimiz Core i5 10-paklangan protsessor ekan, 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira. Shu turishdagi narxi 199 dollar qilib beramiz. Core i5 10-avlod 199 dollar, eshityapsizlarmi? Operativkasini kuchaytirsa bo'ladi. SSD xotirasini ham kattaroq qo'ysa bo'ladi. Alohida to'lovlar evaziga uni Telegram orqali kelishsa bo'ladi. Acer Aspire 3 855-nomerdagi notebook ekan. Keyingi notebookimiz Lenovo notebooki. Bu notebookimiz ham yaxshi holatda, singan chiqqan joylari yo'q, hamma yo'q joyida. 180 gradus ochiladi, 15.6 dyum ekranga ega. Lenovo notebookimiz 670-nomer ekan. 670-nomer N4200 Celeron protsessor bu yerda bo'ladi. 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira. Operativkasi DDR4 bo'ladi, 8 GB yoki 12 GB qilsalar ham bo'ladi. Bu notebookimiz narxini 139 dollar qilib beramiz ekan. 139 dollar. 670-nomerdagi notebook Lenovo. Keyingi notebookimiz ham Lenovo notebooki. Shu yerda mana agar ko'rinsa, mana ko'ringlar, shunaqa joyida krishkasi bo'ladi o'zi asli, shu krishkasi yo'q. Ishlashga ta'sir qilmaydi, narxi juda ham qulay, hamyonbop bo'ladi. 15.6 dyum ekran. Hop, Core i7 8-avlod protsessor. Bunaqa notebook 250 dollar atrofida sotiladi o'zi asli. Biz sizlarga lekin buni 168 dollar qilib beramiz. 8 GB operativ xotira va 256 GB SSD xotirasi bor ekan. 847-nomerdagi notebook. Mana orqalari butun, hamma yo'q butun. Ishlashiga ta'sir qilmaydi mana shu joyi. Olib ishlatsa bo'ladi. Kimdir agar Core i7 ishlatmoqchi bo'lsa arzonroqqa 168 dollar ekan. 847-nomerdagi notebookimiz. Keyingisi HP notebooki. Bu ham 15.6 dyum ekran, 738-nomerdagi notebook ekan. HP bu ham singan chiqqan joylari yo'q, hamma yo'g'i butun notebook. Xo'p, ofisli notebook. Bu notebookimiz 738-notebook. N3710 protsessor ekan. Bu yerda N3710 protsessor, 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotiraga ega. Xotirasini ham, operativkasini ham kuchaytirsa bo'ladi, alohida to'lovlar evaziga. Xo'p, bu notebookimiz 123 dollar ekan. 1, 2, 3 dollar ekan, bor yo'g'i. Xo'p, buni ham olsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz Acer notebooki. Core i3 protsessor, 4-avlod. Xo'p, video kartali, qo'shimcha 2 GB video kartasi ham bor. Mana bu notebookimiz ham holati yaxshi, singan chiqqan joylari yo'q. Glyansiy ekran, 15.6 dyum. Core i3 4-avlod, 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira va 500 GB HDD xotirasi ham bor ekan. Bor yo'q, kechirasizlar, bor yo'g'i 139 dollar. Bor yo'g'i 139 dollar. Olib qo'ysalar bo'ladi video kartali. Ancha-muncha Photoshoplarga bemalol ishlab bera oladigan notebook. Keyingi notebookimiz 840-nomerdagi notebook ekan. Acer bu ham 840 Core i5, qaranglar, e'tibor qaratinglar. Core i5 6-avlod notebooki. Core i5 bor yo'g'i narxi 6 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira. Bu notebookimiz 2 ta video kartali, 2 GB video kartasi bor. Ekranda ozgina oq dog'lari bor, ishlashga ta'sir qilmaydi. Mana shu joyda mana ozgina ezilgan joyi bor. Bu ham ishlashga ta'sir qilmaydi. Garantiya boya aytib o'tganimdek 3 oyga beriladi. Zaryad saqlashlari normalniy. Xudo xolasa olib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bu notebook ham IT dasturlashni o'rgangani boshlang'ichga olib ishlatsanglar bo'ladi. Kimdir puli kamroq bo'lsa, olib foydalanib ishlatsanglar
bo'laveradi. Boshlanishiga to'g'ri keladigan notebooklar. 840 nomerdagi notebook $166 ekan. Bor yo'g'i $166. Xo'p, keyingi notebookimiz glyansiv, juda ham chiroyli, men o'zimga yoqdi dizayni. Bu ham normalniy holatda Dell notebooki. 841 adashmasam. 841-nomerdagi notebook ekan. Core i5 6-avlod, 6 ga 128 bo'ladi bu ham. Core i5 6-avlod, bu ham IT ga to'g'ri keladi. 128, 8 ga 128, 6 ga 128, $159. Narxi $159. E'tibor qaratinglar, $200 bo'lgan notebooklar juda ham nima deydi? Ko'pchilik so'rayotdi. Bir video qilib chiqarib, bir hammaga bir reklama qilaylik dedik. Videomiz prosmotr oshib ketsa, shunaqa videolar ko'p bo'ladi. Like bosib turib, shu videoni notebook qidirib yurgan do'stlarga ulashib qo'yinglar, qo'rqmasdan. Olib, u ham ko'rib, foydalanib qolsa, sizlar yordaminglar tekkan bo'ladi. Keyingi notebookimiz Envy notebooki. O eski Envy'lardan, lekin ishlashlari zo'r. 767-nomerdagi notebook HP Envy, bir mahallar dodasi bo'lgan bu notebooklar. AMD A8 4-seriyadagi protsessor, bu Core i3 4-5 avlodlarga to'g'ri kela oladi. 4 GB operativ xotira, 240 GB SSD. SSD bilan tez ishlaydigan notebooklar. Agar e'tibor qaratinglar, notebooklar HDD xotira bo'lsa o'zingizlarda olib kelsanglar, HDD ni olib qolib yoki HDD qolgan holatda sizlarga SSD uстановка qilib beramiz. Narx-navosini Telegram orqali so'rab olsanglar bo'ladi. Notebooklar rasmini tashlasanglar, sizlarga necha pul bo'lishini, $25mi, $30mi xizmati bilan chiroyli qilib Windows'larning uстановkalari bilan qilib beramiz. Bu reklama o'tib ketdi. Shu qarshisida cheki nomer qoldirib qo'ygan bo'lamiz. Telefon qilib bemalol so'ranglar, aloqaga chiqinglar. SSD qo'yamiz, почти 10 baravar, lekin aniq 5-6 baravarga почти 10 baravargacha tezlashadi notebooklar ishlashi SSD xotira bilan. Bu yerda SSD bor, 240 GB SSD, operativkasi 4 GB bo'ladi. Xo'p, 767-nomerdagi notebookimiz $139 ekan. Bor yo'g'i $139, bepul dastavkasi bilan. E'tibor qaratinglar, olib ishlatsanglar, foydalansanglar bo'laveradigan notebook. Keyingi notebookimiz Dell notebooki. Bu notebookimizdan 4 dona bor. 14 dyum ekran, ekrani sensorli bo'ladi. Zaryadi bor bo'lsa yoqib ko'rsatib beraman. Ekran sensorli, klaviaturasi podsetkali bo'ladi bu notebookimizda. Dell notebooki bu ham yaxshi kuchli firmalardan biri. Protsessori bu yerda Dell notebookimizda qani? Zabihullo adashib ketdik-ku, Dell protsessor yozilmabdi. Celeron protsessor bo'ladi, 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira. Ham podsetkali, ham sensor ekranli. Bunaqa notebook topish juda ham qiyin. $159 qilib beramiz. Bundan 4 dona bor. Mana hozir bu bittasi. Hammasini ko'rsatib qo'yay endi. Bu ikkitasi. Xohlasanglar optim hammasini olmoqchi bo'lsanglar, yanada kelishtirib beramiz narxini. Hozir $159 donaga. Mana yana bitta. Bu ham Dell klaviaturasi podsetkali ekan, bu ham. Hop, bu podsetkasi yo'q ekan. Hop, podsetkalilarni bir alohida Telegram kanaliga yozib qo'yamiz mana. 4 dona Dell notebooki, 14 dyum ekranli olib foydalansanglar bo'ladi bemalol. $159 dan 4 GB operativ xotira, 128 GB SSD xotira bo'ladi. Hali nomer yopishtirilmadi, endiroqda kirib keldi. Bular Dubaydan kelgan mahsulotlar, bularga ham garantiyalar beriladi. Singan chiqqan joylari yo'q, mayda-chuyda qirilganlari bo'lishi mumkin, atak ishlashga ta'sir qilmaydi. Bu notebooklar hammasi zaryadchilar bilan beriladi. Imina bu emas, bu videodagi hamma notebook zaryadchilari bilan beriladi. Keyingi notebookimiz Lenovo notebooki. Lenovo N4500 juda ham oz ishlatilgan, idealniy pastki holatdagi, mana 180 gradus ochiladi, yangi seriyalardan bu. Hop, taxminan 2025-yil aprelda chiqqan ekan bu. 1 yil bo'lib chiqqaniga, lekin ishlatilgani hali ko'p bo'lmagan, juda ham oz ishlatilgan. Yaltillab ketmagan, matoviy turibdi ham yo'g'i, 8 GB operativ xotira, 256 GB SSD xotira, narxi bor yo'g'i $199 qilib beramiz. Kelib olib ketsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Manzilimiz esdan chiqdi-yu. Toshkent shahar Malika bozori, Kardinka 9-do'kon, Oppo'da yozilgan bo'lar eshigimizga. Telegram profilimizga, kanalimizga kirsanglar, описаниеga anaqa zakripit qilib qo'yamiz. Shuni bossanglar, lokatsiyalarimiz chiqadi, kelib ko'rib o'zingizlar tanlab olib ketsanglar ham bo'ladi. Keyingi notebookimiz Lenovo V14 modeli, 14 dyum ekran. Oz-moz yaltillagan, atak ishlashi zo'r, chotki, qirilib, sirilib ketmagan, o'rinib qolgan notebook emas. Bu notebookimiz operativkasi 4 GB bo'ladi, xotirasi qani? 256 GB plus qo'shimcha 1 TB hardi ham bor. Juda ham katta xotira. O'zi kichkina, lekin xotirasi katta bo'lgan notebooklarımizdan biri. AMD Athlon Gold bo'ladi buni protsessori, yaxshi protsessor. Ancha-muncha ofisni ishlaringlarni yorib oladi. Athlon Gold 3150U, $169 bor yo'g'i narxi. Qani?
Mayli, $169 qilib bera olamiz. Dastavkasi bepul, bitta mishka, bitta kovrik. Aynan shu notebook uchun bonusga qo'shib beriladi. Bemalol aloqaga chiqaringlar. Bu notebookimiz nomeri 844-nomerdagi notebook ekan. Keyingi notebookimiz navbatdagisi HP notebooki. Bu ham normal holatda o'rni qolmagan. Xullas, olib maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu qog'ozimiz tugabdi. Keyingi notebookimiz HP ekan, 820-nomerdagi notebook ekan. 820 notebook $111, 4 ga 500 TL bo'ladi. Protsessor esa AMD A4 9120 AMD protsessor. Bu yaxshi protsessor, Celeronlardan ozgina kuchliroq hisoblanadi. Bu nima desa bo'ladi, batareya saqlashlari hammasinikini aytish esimizdan chiqib qolibdi. O'rtacha 1,5-2 soatga yetadi. Ishlatishlarga qarab 6 soatga yetishi ham mumkin, 7 soatga yetishi ham mumkin, 4 soatga yetishi ham mumkin, lekin 1,5-2 soat standart yetib berish kerak, chunki bu unchalik qimmat bo'lmagan notebooklar, lekin ishlatilgan notebooklar. Biz 2 soatgacha garantiya beramiz. Ishlatishlarga qarab 4-5 soatga ham yetadi har birining zaryadi. Xo'p, AMD A4 9120 4 ga 500 TL, $111. Notebookimiz 820-notebook HP. Xo'p, navbatdagisi HP, bu ham 843-nomerda. Buni ham chiqqan singan joylari yo'q. Normal holatda turibdi. Bunimizni N3060 ekan protsessor, 8 GB operativ xotira, 256 GB SSD xotiraga ega bo'lgan notebook. Bu notebookimiz narxini $149 qilib beramiz ekan. Kelib olib ketsanglar ham bo'ladi yoki dastavkasi ham bor. $149, 843-nomerdagi notebook. Keyingi notebookimiz juda ham ajoyib notebook bo'ladi. Yaxshi parametrda, narxi ham juda ham arzon. Iltimos bo'ladi, shu videoni ko'rib, shu joygacha yetganinglar uchun sizlarga alohida rahmat, tashakkur. Telegram kanalimizga, Instagram profillarimizga, yana kimdir TikTokdan foydalansa, TikTokka ham kirib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan iltimos, poddershka qilib tursanglar. Shu va shunga o'xshash notebooklar hali juda ham ko'p bo'ladi. Arzon sifatli notebooklar iloji boricha yetkazib, xalq xizmatiga yetkazib berishimizga o'zimiz ham foydamiz bo'lgan holatda chiroyli xizmat qilib, sizlarni rozi qilishga harakat qilamiz. Bitta like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar shu profilimizga. Endi sizlardan hech narsa ketmaydi, ozgina 5-6 minut vaqtingiz ketadi. Zerikkaninglarda kirib ko'rib tursanglar ham bo'ladi. Navbatdagi notebookimiz iTouch degan notebook. Buni usti ozgina qirilib qolgan edi, laminatsiya qilib chiroyli qilib qo'ydik. 14 dyuym ekran, juda ham chiroyli, отпечаткasi ham bor. Yaxshi notebook parametrdagi. Parametr Pentium protsessor N3700 bo'ladi. Celerondan kuchliroq bo'ladi, bilib olinglar, Pentium protsessorlar. 8 GB operativ xotira, 512 GB SSD NVMe xotira. Bu narxga bunaqa notebook topa olmaysizlar deb o'ylayman. Bunaqa parametrdagi notebook $122. Bor yo'g'i $122 ga shu notebookni olib qo'ysanglar bo'ladi. 8 ga 512 GB. Normal holatda qirilib chizilib ketgan joyi bu yerda yo'q. Ustida ozgina bor edi, laminatsiya qilib, chiroyli qilib tekizlab qo'ydik. Shu va shunga o'xshash notebooklar Notebook dunyosi kanalida har qancha reklamamizni qilib oldik ichida. Sizlarga rahmat shu joygacha ko'rganinglar uchun. Agar shunaqa videolar yoki gamerskiymi yoki IT uchunmi qanaqadir talablar bo'lsa, bunaqa video chiqar desanglar, kommentariyada yozinglar. Eng ko'p qaysi talab qilingan bo'lsa, kommentariyada shu videoni chiqarishga harakat qilamiz yanagi videolarimizda. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.